hamisha men tomonim, to'g'irlaydi yomonim, o'zimni qahramonim, hammadan zo'r siz dada. Baxtiyor yo'q menchalik, sizga qilay erkalik, suyansam tog' yelkalik, hammadan zo'r siz dada. Erkak bo'l deb, er bo'l deb, zoti toza sher bo'l deb, o'g'lim mendan zo'r bo'l deb, hammadan zo'r siz dada. Assalomu alaykum mehri daryo azizlarim, sog'-omonmisiz? Ushbu go'zal kunda siz azizlar bilan yana qayta diydorlashish baxtiga muyassar etgan Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Azizlarim, bizda yana qalbdan qalblarga yetib borguvchi go'zal tabriklar o'z egalari tomon yetkazilmoqda. Loyihamizning navbatdagi aziz mehmoni Qayumov Abduqodir akamizni mehribon kuyovlari Asqarjon hamda go'zal qizlari Xolidaxon nomlaridan xursand qilamiz. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum. Bizga Qayumov Abduqodir akamiz kerak edilar. Rahmat. Sizni ayni daqiqalarda O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahridan tabriklaymiz, qutlaymiz loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Kamina boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'laman. Mumkin bo'lsa qimmatli vaqtingizni olsak maylimi? Bemalol. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor sizni ushbu go'zal kunda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan go'zal shukrona kuningiz bilan butun loyihamiz ijodkorlari nomidan samimiy muborakbod etamiz. Sizga Allohimning go'zal kunlarini, fayzli onlarini tilab qolamiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Bizning loyihamizga erta tongdan murojaat qilib, siz haqingizda faqatgina iliq so'zlar aytib, sizni tabriklab berishimizni so'rab, bir yaqin mehribonlaringiz bizga qo'ng'iroq qilishdi. Qani bir taxmin qilib ko'ring-chi, sizni ayni bugun tavallud ayyom kuningizda kimlar tabriklashi mumkin? Farzandlarimiz, nabiralar, kuyovlar. Aynan kim deb o'ylaysiz? Bitta nabiralar tabrik etganda bilmasak endi Alloh biladi, bilmasa kim ekanligini. O'zim yordam beraymi? Yordamlashing mayli. Keling, o'zim to'liq aytib o'taman. Sizni ayni bugun shukrona kuningizda juda ham xursand ko'rishni istagan va sizni yaxshi ko'rishlarini qayta ta'kidlab o'tgan eng yaqin insonlaringiz, mehribonlaringiz, kuyovingiz Asqarjon hamda go'zal qizingiz Xolidaxon hamda nabiralaringiz sizni tabriklab, sizni xursand ko'rishni istadilar. Rahmat. Xursand bo'ldingizmi? Katta rahmat. Kutganmidingiz? Endi farzandlarni yaxshi gaplarni eshitish ota bilan onaga juda katta zavq bag'ishlaydi-da. Tug'ilgan kuningizga qanday sovg'a olishni xohlagan bo'lardingiz? Bunga sovg'a o'zlari sog' salomat bo'lsa, oilasi bilan tinch, yaxshi yashasa, xalqqa xizmat qilsa, o'sha biz uchun baxt. Sog' bo'ling, ilohim barcha niyatlaringizni Allohim ijobat qilsin. Unda keling, ushbu go'zal tabrikni aynan siz uchun sovg'a tariqasida o'qib eshittiraman. Marhamat, diqqat bilan tinglang. Rahmat. Assalomu alaykum dadajon. Bugungi shukrona kuningiz bilan tabriklayman. Sizga sog'lik, salomatlik tilayman. Ilohim, bizning baxtimizga omon bo'ling, sog' bo'ling. Dada, biz siz bilan faxrlanamiz. Osongina sinmasam kerak, ishlarim zo'r yurib turibdi. Allohimga shukr bo'lsam, dadam duo qilib turibdi. Do'stlarimdan sira kamim yo'q, omad meni quvib yuribdi. Har soniya baxtimni so'rab, dadam duo qilib turibdi. Boshim borib toshga tekkanda, qo'llab turar yiqilganimda, yaxshiyam bor ular yonimda, dadam duo qilib turibdi. Samolarni quchib yuraman, maqsadimga uchib yuraman, men ularni yaxshi ko'raman, dadam duo qilib turibdi. Assalomu alaykum qadrli qadrdonim, mehribonim, jonkuyarim, yuragi osmon qadar ulkan bo'lgan dadajonim. Sizni ushbu shodiyona kunda barcha yaqinlarimiz bilan jam bo'lgan holda samimiy muborakbod etamiz. Sizga Allohimdan baxtlarga to'la uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Dadajonim, bizni katta qilishda tinim bilmay kecha-yu kunduz mehnat qilib, bizni hech kimdan kam qilmay katta qildingiz. Charchash nima
bilmadingiz. Har doim duoda bo'ldingiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Inshaalloh nasib etsa, mana shu bizni boqib katta qilgan muborak kunlaringizdan tutib, Robbimning go'zal jannatiga olib kirmoqlikni Allohim nasib etsin. Allohim sizni saxiylar, saxovatpeshalar qatorida qilsin. Umra safarlari, haj ziyoratlari nasib etsin. Bizning baxtimizni baxtlilar qatorida, rohatimizni rohatlanib, onajonim bilan rohatlarda, mehnatlaringiz samarasini farog'atlarda ko'rib yuring. Sizdek otam borligidan Tangriga shukronalarim bo'lsin. Siz mening suyangan tog'im, ishonchim va quvonchimsiz. Otajonim, bilib bilmay dillaringizni og'ritgan bo'lsam, ushbu go'zal kunda uzrlarimni so'rayman. Bilasizmi otajon, balki sizga hech aytmagandirman. Bugun ayni xursandchilik kuningizda sizga shuni aytmoqchi edimki, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Baxtimizga sog'-omon bo'ling. Oilamizning boshi, ko'zlarimiz quvonchi bo'lib yuring. Yaxshilikda turasiz bedor, yomonlardan bo'lmasdan bezor. Otajonim, aytaman takror, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Suyanchig'im, ishonchim o'ziz, o'ksib qolsam quvonchim o'ziz. Siz borsiz baxtlidir qiziz, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deya go'zal qizingiz o'z tabriklarini yakunladilar. Muloqotimiz jonli tarzda yozib olinmoqda. Farzandlaringizga aytar so'zlaringiz bormi? Nabiralar, qizlar ko'p, o'g'illarim bor, Murodillah, Fayzullah, Xolida, Hafiza, Gulchiroy, ko'p farzandlarim Allohga shukr. Niyatimiz doim sog' bo'lsin. Katta kichikka hurmat qilsin. Biriga 1000 bersin, menga tuman bersin. Dasturxoni to'la non, xonadon to'la mehmon bo'lsin. Go'zal O'zbekistonimizga yakka chin qalbdan xizmat qiladigan inson bo'lishini ulardan so'rab qolaman. Rahmat, salomat bo'ling, ilohim aytganingiz kelsin. Avvalambor mana shunday oqibatli farzandlarni dunyoga keltirib, to'g'ri tarbiya berib, shu darajaga yetkazganlaringiz uchun sizdek otalarimizga, onalarimizga tasannolar bo'lsin. Umrlaringiz uzoq, tanajonlaringiz sog'-omon bo'lsin. Sizlarni bog'lab turgan mana shu go'zal rishta, mehr oqibat hech qachon sizlarni tark etmasin. Yana bir bora shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Katta rahmat, sog' salomat bo'ling. Sizdan o'qib eshitganim uchun baxtli, doim O'zbekistonimizda tinchlik, osoyishtalik tark etmasin. Katta rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat, salomat bo'ling, ilohim aytganingiz kelsin. Tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazing. Rahmat, katta rahmat. Sog' bo'ling. Azizlarim, bizdan yiroqlashmang. Biz baxt va shodlik ulashda davom etamiz. Dunyoning qaysi chetida bo'lmang. Biz o'z tabriklarimiz ila xonadoningizga kirib boramiz. Sizlar bilan boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'ldi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.